Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bu PvP sivilizatsiyasi. Bu yerda sening yashab qolishing seni qo'lingda turgan qilichingni zarbalariga bog'liq. Lekin meni qo'limda turgan qilichda esa bor yo'g'i 58 ta zarba bor. Agar men tezroq bu darvozalarning ichiga kirib, o'zimga tezroq toshli qilichni olmasam, lekin hamma gap ham shundaki, men bu darvozalar ichiga kirgan edim, lekin nimagadir o'lib qoldim. PvP sivilizatsiyasida agar sening qiliching sinsa, sen uyingni tark etasan. Meni qilichim ham sindi, lekin menda bitta savol bor. Nega men haligacha tirikman? Qo'limdagi qilich ham tiklangan ekan. Men ba'zan o'tirib o'ylanib qolaman, balkim bu mening yomon ko'rayotgan tushlarimdan biridir. Lekin men tush ko'rmayapman. Mana bu la'nati devorda esa men hali ham 3 marta g'alaba qildim deb yozilgan ekan. Men bu yerda 3 marta g'alaba qilganim, g'alabalarni qiyinchilik bilan o'tganim, bu yerda hammasi yozilgan. Qani tezroq chiq, PvP jangi seni kutyapti. Aytgancha bizni qo'riqchi tekshirib yuraydi-ku, esimdan chiqibdi. Yaxshi ham qo'limda zarbalari to'la yog'ochli qilichim bor. Agar seni esingdan chiqmagan bo'lsa, PvP sivilizatsiyasida bir marta jang qilishing kerak. Oy, oshna, o'zi aslini olganda sen menga kerak eding. Quloq sol, senga bir savolim bor. Nega men haligacha tirikman? Mendan buni so'raganing uchun albatta men xursand bo'ldim. Lekin men ham hozir senga o'xshab hayron qolyapman. Bu seni har doimgi ishing-ku. Sen doim eshiklarni ochiq qoldirasan va sen o'zingga o'zing gapirasan va sen doim menga yaxshi ko'rgan qizim bor deb aytasan. Men bilmadim-ku, lekin sen doim o'zingni qahramonlarday tutasan. Lekin men seni hali ham sovut kiyganlaring haqida gapirmayapman. Nima? Sen o'zingni u yerda chiroyli tutayotgan eding. Oy, men sendan bu haqida so'ramayotgandim. Menga hammasini gapirish ham shart emas. Eshitilishi sal g'alati ekan. Lekin boyagi qiz u meni faqat xayollarimda emas edi. To'g'ri, men o'lgan edim, lekin u yerda toshli qilich olgan edim. Meni qilichim singani uchun yana men shu yerga tushib qoldim. Men nima deyishga ham hayron qolyapman. Bilaman, sen tekshiruvlardan qochish uchun har xil bahonalar topyapsan, lekin bu nomering o'tmaydi. Men bahona qilayotganim yo'q. Men 3-bor g'alaba qozongan vaqtim qizil darvozalar ochilib, men ichkariga kirgan edim. Men bahaybat koridorlar oralig'idan o'tayotganimda toshli qilichni o'zi qo'limga paydo bo'ldi. Men o'ylagandimki, har bir toshli qilich olganlar yer ostiga yashashadi deb o'ylagandim. Lekin pastga tushishdan oldin o'zimga 5 ta kiyim oldim. Video kamera ham olmoqchi edim. Mana shu payt men o'lib qoldim. Yaxshi, men tushunishim bo'yicha sen 3 marta g'olib bo'lding. Keyin sen o'zingga 3 ta himoya vositasi olding. Yo'q, 4 ta edi. Mayli, davom etaver. Keyin sen o'zingga video kamera olmoqchi bo'lgansan. Albatta, axir men bu yerdagi voqealarni kimgadir aytishim kerak-ku. Keyin men toshli qilich ham olgan edim. Va seni qiliching sinib, yana shu yerga tushib qolding. Xo'sh, keyinchi? Nima keyin? Mana shu yerga tushib qoldim-da. Hozir hech nima bo'lmaganday oldinga turibman. Mana endi men senga 2 ta zarba berishim kerak bu safsatalarni eshitganim uchun. Bundan keyin bema'ni gaplarni gapirma. PvP qo'riqchisi gapimga ishonadi deb o'ylagandim. Meni o'zim ham ishonmayapman. Xullas, hozirgi gaplarimni men ichimga aytayapman. Lekin qandaydir mo'jiza ro'y berib, yana men PvP sivilizatsiyasidaman. Menga bu yerga ikkinchi imkon berilgan ekan, mana endi men 2 barobar to'lashimga to'g'ri kelyapti. Mayli, bir ilojini qilib to'larman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men tirik qoldim. Meni hali sarguzashtlarim tugamagan ekan. Lekin menda hali ham imkon bor bu PvP sivilizatsiyasi nima ekanligini aniqlashim uchun. Nega biz bu yerdamiz? O'zi bu yerdan chiqadigan yo'l bormi? Men bu yerda bilganim shuki, toshli qilich seni yashab qolishing uchun ko'proq imkon berar ekan. Men bir narsaga tushunmayapman. Nima bo'ladi? Men yana bir marta PvP battleda jang qilishim kerakmi? Men o'zi bu yerda nima qilyapman? Axir menda 3 ta g'alaba bor-ku. Men qizil darvozalardan hoziroq o'tsam bo'ladi. Bu sivilizatsiyada senda 2 ta yo'l bor. Sen 3 marotaba PvP battleda g'olib bo'lishing kerak. Keyin esa 3 marotaba zarba berib darvozalarni ochishing kerak. Yaxshi-hamki ular menda bor. Axir meni bu yerda hech nima ushlab turgani yo'q-ku. Agar meni esimdan chiqmagan bo'lsa, u yerda oziq-ovqat juda ham qimmat edi. Buni faqat yagona men bilsam kerak. O'zi bu darvozalardan kirgan o'yinchi orqaga qaytib kelmaydi. Lekin men qaytib keldim. Balki men bu yerdagi eng aqllisidirman. Yaxshisi men oziq-ovqatni shu yerdan sotib olaman, chunki bu yerda arzon. Keyin narigi tomonga o'tib olganimdan so'ng menda toshli qilich bo'ladi va ikkinchi darajaga o'tib olganimdan so'ng yashab qolishim anchagina oson bo'ladi. Mana men PvP bozoriga kelib oldim o'z rejalarimni amalga oshirish uchun. Lekin hammasi men o'ylagandek bo'lmadi. Yo tavba, bo'ldi, men ketyapman, bu yerga qaytib kelmayman. Kerak emas menga ovqating boshingdan qolsin. Undan ko'ra qizil darvozalar tomonga boraman. Ba'zan men qayerga tushib qolganim ham esimdan chiqib qoladi. Axir bu PvP sivilizatsiyasi. Bu yerdagi o'yinchilar bir-biriga qarshi urushadi, yaxshi hayot kechirish uchun. Mana men ehtiyot choralarini ko'rmaganim uchun jang qilishga to'g'ri kelyapti. Bu yerda faqat bitta yo'l bor. PvP battleda g'olib bo'lish. Menga qara oshna, sen yaxshisi keta qol. Axir menda 3 ta g'alaba bor. To'g'ri, men 4 ta g'alaba qilishim mumkin, lekin senga imkon beryapman. Yo'q, men sen bilan urushmoqchi emas, sen bilan gaplashib olmoqchiman. Hozir sen meni urding, endi men bilan gaplashib olmoqchimisan? Yo'q oshna, borib toshing ter. Quloq sol, men sen bilan haqiqatan ham gaplashib olmoqchiman.
Men bilaman sen o'lib qaytib yana tirilganingni. Tushunmadim, nimalar haqida gapiryapsan? Sen qizil darvozalar tomon borib toshliq qilish o'rgansan. Men har bir aytgan gaplaringni eshitganman. Nima endi men seni har bir aytgan gaplaringga ishonishim kerakmi, to'g'rimi? Hozir sen bu gaplaring bilan nima demoqchisan men bilmayman. Men tunov kuni sen bir qiz bilan gaplashayotganingni eshitgan edim. Ha, yo'q, to'g'risini aytsam bu meni yaxshi ko'rgan qizim edi. Lekin u meni yaxshi ko'radimi, yo'qmi bilmayman. Xullas, Shunda sen bir narsa degan eding. nega men seni yotoqjoying uchun pul to'lashim kerak? Seni himoya vositang qani? Mayli, hech qisi yo'q. Men dars olishga tayyorman. Nima balo, seni gap poylashdan boshqa ishing bo'lmaganmi? Senga o'zi bu gaplarni nima keragi bor? Nega bunday chuqurlashib ketyapsan? Agar men bilan gaplashmoqchi bo'lsang, yuqori qavat o'ng tarafdagi eshik meni xonam. To'g'ri, menga ishonmasliging mumkin, meni xonamga kelmasliging ham mumkin. Lekin sen qo'riqchidan so'rab ko'rchi, u ham to'lovini to'larmikin? Bu o'yinchi orqasiga qarab ketishidan oldin mana shu gaplarni aytdi. Mana shu payt meni boshim qotib qoldi. Haqiqatan ham qo'riqchi PvP sivilizatsiyasida to'lovini to'larmikin? Balkim narigi o'yinchi meni darvozalar oldiga shunchaki ushlab turgandir. Lekin hozir meni bu yerda hech kim ushlab tura olmaydi. Balkim bu pistirmamikin? Lekin narigi o'yinchi aytgan gaplarni men qo'riqchidan so'rab ko'rmasam bo'lmaydi. Mayli, na iloj, meni hali bir necha daqiqa vaqtim bor. Oy, menga qara qo'riqchi, maylimi men sendan bir narsani so'rasam? Bo, yana senmi? Agar men yana bir marta seni safsata gaplaringni eshitadigan bo'lsam, men aniq o'lib qolaman. Nima, men senga safsata gapirsam sen o'lib qolasanmi? Yaxshi bo'lardi. Lekin mayli, bu safsata gap emas. Xullas, PvP sivilizatsiyasida o'yinchilar dam olgani uchun pul to'laydimi? Haligi zarbalar bilan demoqchi edim, dam olishi uchun. Nima uchun kimdir dam olishi uchun to'lov to'lash kerak? PvP sivilizatsiyasida qoidalar bunday ishlamaydi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, qiyin bo'lardi. Nega bilmasam men dam olishim uchun to'lov qilishim kerak? Seni o'zing bilan o'zing gapirib toming ketgan. Seni eshiging yopilishi uchun eshik oldidan nariroq turishing kerak. Shundan keyin qo'riqchilar kiradigan eshik tomonga kirib ketdi. U aytdiki, hech kim dam olishi uchun PvP sivilizatsiyasida to'lov to'lamaydi. Demak, men bu sivilizatsiyada yagonaman. Kravatim oldida himoya vositam bor, to'lov to'laydigan. Lekin nima uchun? Menimcha boyagi o'yinchi nimanidir biladi. Mayli, balki men borayotgan yo'l men uchun bu pistirmadir. Agar men toshliq qilich oladigan bo'lsam, bu yerga qaytib kelishning hojati qolmaydi. Demak, bu mening oxirgi imkoniyatimdir u o'yinchidan nimanidir so'rab olishga. Agar bu pistirma bo'lsa, demak jang qilishga to'g'ri keladi. Oy, kimdir bormi? Men sen bilan boya gaplashgan edim. Lekin eshikni ocha ko'rma. Men sen bilan shunday ham gaplashaveraman. Sen menga bergan savolni borib qo'riqchidan so'radim. Men o'zimga kerak bo'ladigan ma'lumotni bilib keldim. Xo'sh, men nimani eshitganim bilan sen qiziqyapsanmi? Nima uchun meni kravatim oldida himoya vositasi bor va men nima uchun to'lov to'layman? Xullas, menda himoya vositasi borligi uchun balkim to'lov to'lasam kerak. Men bu sivilizatsiyada bor yo'g'i bir marta dam olganman. Men ham bilmoqchiman, bu himoya vositalari balkim baquvvatdir. Lekin u himoya vositalarini sindirib bo'lmaydi. Ular butun PvP sivilizatsiyani boshqaradi. Biz unga har bir bergan zarbalarimizda u bizga nimadir qaytarib beradi. Ular yordamida biz o'zimizga kerak bo'ladigan narsalar olamiz. Menda ham bir savol bor. Sen o'z xonangdagilarga zarba beradigan bo'lsang, evaziga nimadir olasan. Lekin dam olish bepul ekan. Demak, men 3 ta zarbamni boshqa narsa uchun yo'qotayotgan ekanman. Ha, menimcha sen shunday qilyapsan. Men ham u ham bir narsani o'ylayotgan ekanmiz. Mayli, nima ham derdim. Meni xonamdagi himoya vositalari balkim mana shular meni shu yerda ushlab turgandir. Balkim shundaydir, balkim unday emasdir. Bu narsani tekshirib ko'rishing uchun yana bir marta o'lib ko'rishing kerak. Balkim bir tomondan bu o'yinchi haq gapirayotgandir. Demak, endi men bu narsalarni chuqurroq bilishim uchun yana bir marta o'lib ko'rishim kerakmi? Yo'q, hozircha menga bu tekshiruvlar kerak emas, xohlamayman. Balkim men haq gapirmayotgandirman. Bu himoya vositalari hech nimaga noloyiq bo'lsa-chi, balkim men butun umrga o'lsam-chi, menga yana ikkinchi marotaba imkoniyat beriladimi yo'qmi bilmayman. Xullas, menga berilgan hayotdan unumli va mazmunli foydalanishim kerak. Balkim mana shu himoya vositasi menga ikkinchi imkoniyatni berayotgandir. Agar unday bo'lmasa, bu meni oxirgi imkoniyatim bo'ladi. PvP sivilizatsiyasidan chiqish. Endi men bekorga o'z hayotimni yo'qotmayman. Men kech tushgancha o'z xonamda kutib turdim. Va nihoyat ertaga ertalab men toshliq qilich olaman. Va men bu kundan keyin 130 ta zarbadan iborat bo'lgan hayot qanday ekanligini bilib olaman. Men o'ylab ham o'tirmayman, keyingi daraja qiyin bo'ladimi yoki yo'qmi? Balki men u yerda bir kun ham yashab qola olmasman. Shuning uchun men bu kecha o'zimni himoya qilish uchun himoya vositalaridan foydalanaman. Lekin hech kim bilmaydi bu yerga nima uchun, nima maqsadga tushib qolganimizni. Lekin men aqldan ozayotganim yo'q. Balkim haqiqatan mana shu himoya vositasi menga hayot berib turgandir. Xo'sh, anchadan beri video olmagan ekanman. Xo'sh, hammaga salom. Yana men sizlar uchun video tasvirga olyapman. Ko'rib turganingizdek, men hali ham tirikman. Ha, bilaman, ikkinchi darajaga ko'tarilmasdan oldin men toshliq qilichimni sindirib qo'ydim. Lekin hozirgi gapim bu haqida emas. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men baribir toshliq qilichni olaman. Lekin bu safar men uni sindirib qo'ymayman. Bilaman, menda muammo bor. Men o'z zarbalarimni bo'lar bo'lmasga beko'ranki yo'qotaman. Lekin men sizlarga va'da beraman, bu boshqa qaytarilmaydi. Men oldingi qilgan xatolarimni qaytarmaslikka harakat qilaman.
Lekin bir joyda o'lib, yana qaytib tirilib, men bu narsalarni sizlarga tushuntirib bera olmayman. Lekin men ko'p narsalarni tushunib yetdim. Masalan, yaxshi ko'rgan qizimni. Bu o'z toshlik qilichini bir necha kun oldin olgan edi. Balkim u ham men haqimda o'ylayotgandir. Lekin u ikkinchi darajada tirik qolgan. Chunki uning jangari qobiliyati bor edi. Men o'ylaymanki, uning ahvoli yaxshi. Xullas, o'ylab qo'ygan rejamizga qaytamiz. Men PvP sivilizatsiyasida ikkinchi darajaga sakraganimdan so'ng orqaga qaytish bo'lmaydi. Balki meni xonamdagi himoya vositasi yana meni qaytib orqaga qaytarar. Lekin unday deb o'ylamayman. Menga qaytadigan bo'lsak, bu mening oxirgi imkoniyatim bo'lishi mumkin. Men tirik qolib PvP sivilizatsiyasidan chiqib ketishim kerak. Xullas, men bu zarbalarimni bo'lar bo'lmasga ishlatmayman. Xullas, men 3 ta go'sht mahsuloti olaman 18 ta zarba evaziga. Bilaman, bu yerda anchagina qimmat. Lekin men boshqa PvP bozoriga borishni xohlamayman. Menga bu yerga kerak bo'ladigan yana bir narsa olaman. Xullas, Xullas, nima olganimni ikkinchi darajaga o'tganimdan so'ng video tasviriga chiqib aytaman. Mana bu yerdan esa 30 ta zarba evaziga video kamera olaman. Hozircha menda 113 ta zarba qolyapti. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Video kamerasiz hayot emas-da. Mana men bahaybat chuqurga yaqin keldim. U meni PvP sivilizatsiyasidagi ikkinchi darajaga eritib qo'yadi. Jin ursin, bunday chuqurlikni hali beri ko'rmagan edim. Balki men bu yerdan tirik chiqmasman. Agar men sakramasam, buni hech qachon bila olmayman. Xullas, sakradim. Men orqaga qaytamanmi yo'qmi bilmayman. Men hech qachon boshqa oyog'im yer ko'rmaydi deb o'ylagandim. Boshimni ko'tarib atrofimga qarab ne ko'z bilan ko'rayki, men suvning ichida ekanman. Men umrim davomida bunchalik ko'p suvni ko'rmagan edim hali. Men hattoki PvP sivilizatsiyasida suv bor yo'qligini ham bilmaganman. Boshimni suvdan chiqarib atrofimga nazar soldim, nima bor, nima yo'qligini. Atrofimda bir-biriga o'xshash koridorlar bor edi. Mana endi menda ham toshlik qilich bor, yangi hayot esa boshlandi. PvP sivilizatsiyasida bu borsa kelmas yo'lligi aniq edi. Endi orqaga yog'ochlik qilich sivilizatsiyasi bor tomonga boradigan yo'l ham yo'q edi. Lekin men u yerga qaytishni ham xohlamayman. Balki men toshlik qilich olganim bu yaxshilikka bo'lgandir. Balkim bu ajoyib kunlarning boshlanishi, balkim tugashidir. Balkim mana bu eshik PvP sivilizatsiyasining tugashidir. Xullas, koridorning oxiridagi eshik tomonga bordim. Men bu eshiklarni taniganga o'xshayman. Toshlik qilichi borlar bu eshikni ocha oladi. Bu eshikni faqatgina PvP qo'riqchilari ocha oladi. Bu yerda knopka bor ekan. Eshik ochilarmikin deb knopkani bosdim, lekin ochilmadi. Ikkinchi darajadagi PvP sivilizatsiyasi menimcha ishdan chiqqan. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Lekin birdaniga orqamdagi eshik ochilganini eshitdim. Bu yerda esa PvP qo'riqchisi turgan edi. Kelajakka xush kelibsan. Qo'ng'iroqni bir marta bossang ham yetardi. Ikkinchi darajaga xush kelibsan. Qani meni ortimdan yur. Demak, men boya bosgan knopkam ishlar ekan. Mana endi PvP sivilizatsiyasidagi ikkinchi daraja boshlandi. Qo'riqchi tomonga yura boshlaganimdan so'ng orqamdagi eshik yopildi. Bu yerdagi ranglar ozgina boshqacha ekan. Xullas, bir necha soniyalardan so'ng mening yangi hayotim boshlanadi. Qo'riqchi to'g'rimizdagi eshikni ochgandan so'ng biz PvP sivilizatsiyasidagi ikkinchi darajaga ham kirib oldik. Bu toshlik qilichi borlarning hayoti edi. Bu yerdagi dunyo oldingisidan farq qilmas edi. Yog'ochlik qilichim bor payti muammo yo'q edi. Xullas, muammo shundaki, men bir narsani tushundim. PvP sivilizatsiyasidan chiqadigan yo'l hali yaqin emasligini tushundim. Xullas, sen bu yerda yangi bo'lganliging uchun meni xonangga kuzatib qo'ygunimcha sen meni himoyam ostidasan. Yo'q, qoyil. Bu qo'riqchining muomalasi menga yoqdi. Bo'lishi mumkin emas. Bu yerda ham meni xonam tepada ekan. Ajoyib. Xo'sh, bugundan boshlab tepadagi xona mana shu sening xonang bo'ladi. Oddiy 2 xonalik uy. Agar sen bundan ham yaxshisini xohlasang, albatta sotib olishing mumkin PvP bozoridan. Yo'q, men bundan ham yaxshiroq uyni sotib olib olamanmi? Albatta, bundan ham yaxshirog'ini olaman. Kuzatib qo'yganing uchun rahmat. Quloq sol. Bilaman, bu yerda sen yangisan. Bu yerga kelgan yangi o'yinchilar bizga choy puli qoldirishadi. Sen bu yerga mening himoyam ostida kelganing uchun. Choy pulimi? Ha. To'g'rirog'i men bilmagandim bu yerda choy puli borligini. Rahmat, katta rahmat. PvP sivilizatsiyasida yashab qolishing uchun men senga omad tilayman. Rahmat, qo'riqchining gaplari sovuq ekan. Xo'sh, mana biz shu yerdamiz. Xo'sh, menda hozircha 88 ta zarba bor. Menda toshlik qilich bo'lishini orzu qilganman va 50 ta zarbadan ortiqroq bo'lishini ham. Lekin men qachonlardir orzu qilgan joydaman. Lekin meni bitta savol qiynayapti. Men hozir qayerga ketishim kerak? Lekin men devorga suratim tushirilgan nishonni ko'rdim. Bu yerda men hali g'alaba qilmaganim yozilgan ekan. Lekin meni oldin 3 ta g'alabam bor edi. Menimcha bu sivilizatsiyaga yetib kelishi salgina qiyinroq bo'lsa kerak. Toshlik qilich olganimdan so'ng deyarli bu yerda hech nima o'zgarmadi. Yog'ochlik qilichim bor payti ham xuddi shunday joylar edi. Qizil darvozalar, faqatgina devordagi ranglar ozgina o'zgargan. Lekin men bir narsani tushundim. Bu PvP sivilizatsiyasi shundoqqina meni oldimda bo'lgan ekan. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman nega bu devorlar bunday ekanligiga. Nega daraxtlar pastda emas yuqorida ekanligi. Bu yerdagi qora toshlar, atrofning ko'rinishi, ular hammasi pastda bo'lgan ekan. Bu yerdagi narsalar shunchaki chiroyli ko'rinish emas. Bu daraja PvP sivilizatsiyasidagi daraja. Ulardan bu yerda 5 ta bor. Atrofga nazar solib turgan paytim ortimdan qilich ovozini eshitdim. Bu yaxshilikka emas. Sen o'zingga o'zing gapirib yuribsanmi? Bo'lishi mumkin emas. O'zingga o'zing gapirishni bas qilganda meni xonamga kir. Nima, sen o'lmoqchimisan? Bilasizlarmi, PvP sivilizatsiyasidagi 5 ta daraja borligi meni qiziqtirmay qo'ydi.
Balki men bu PvP sivilizatsiyasidan hech qachon chiqib keta olmasdirman. Lekin mening xonam bo'lajak xotinimning xonasini to'g'risida ekan. Men eshikdan xavotir olma, uni menga qo'yib ber. Uni faqat jentelmenlar qila oladi. Biz sen bilan anchadan beri ko'rishmagan edik. Sen men bilan birinchi uchrashganingni xayolingdan chiqarib tashla. Baribir o'z maqsadingga yetib bu yerga kelibsan-da. Ha, seni yordamingsiz bu yerga kela olmasdim. PvP sivilizatsiyasida bilgan narsalarimni sendan o'rgandim. Shuning uchun men uzoqroq yashayapman. Mayli, bu muhim emas. Kel, muhim gaplardan gaplashamiz. Qara, qanday ajoyib tasodif. Sening xonang mening xonamning to'g'risida ekan. Qara, butun dunyo ham sen bilan ayro bo'lishimni xohlamayapti. Yaxshi, bo'ldi, bas qil. Nega sening xonang mening xonamni to'g'risida ekanligini sababi men bu xonadagi o'yinchini mag'lub qilgan edim. Obbo. Sen esa ikkinchisi bo'lishing mumkin. Agar sen o'zingni g'alati tutib, o'zingga o'zing gapirishni bas qilmasang. Ay, men o'zimga o'zim gapirmayapman. Men shunchaki gapirib beryapman. Men ikkinchi daraja haqida bilmoqchiman. Bu darajada barcha narsalar qiyinlashib boradi. Sen temir qilich olishing uchun bu yerda 5 marotaba g'olib bo'lishing kerak. Nima? Temir qilich olish uchun 5 marotaba g'olib bo'lish kerakmi? Iye, men hech o'ylamagan edim bu yerda 5 marotaba g'olib bo'lish kerakligini. Lekin men PvP sivilizatsiyasida bir marta o'lgan edim. Shoshma. Sen nima deding? O'ldim dedingmi? Tushunmadim. Bu yana nimasi bo'ldi? Xullas, buning tarixi uzun. Xullas, men oldinroq toshlik qilish olgan edim. Lekin u ba'zi bir sabablarga ko'ra sinib qoldi. Keyin esa men o'ldim. Keyin esa yana o'z joyimga paydo bo'ldim. Agar hozir men seni o'ldirsam, sen yana birinchi darajaga paydo bo'lasanmi? Yo, iye, nimalar deyapsan? Esing joyidami sen qizni? Men aytmoqchimanki, mening xonamda himoya vositasi bor. Butun PvP sivilizatsiyasida bunday moslama hech kimga yo'q. Men tushunishim bo'yicha mana shu moslama meni orqaga qaytardi. Men bilmayman, sen rost gapiryapsanmi yoki yolg'onmi? Agar boshqalarda shunday qobiliyat bo'lganda edi, u albatta qudratli bo'lgan bo'lardi. Ha, u to'g'ri gapiryapti. Agar menda shunday qobiliyat bo'lsa, men hech narsadan qo'rqmasligim kerak, hattoki o'lishdan ham. PvP sivilizatsiyasida eng qudratli bo'lishim ham mumkin. Men oxirgi darajaga borishim uchun bu menga imkon bo'lishi ham mumkin. Yoki bo'lmasam bu yerni aniqroq bilib olishim ham mumkin. Menimcha men endi qaytib tirilmasam kerak. Qo'sh, endi nima qilishim kerak? Sen o'zingga himoya vositasi ol. Sen battleda himoya vositasiz tirik qolishing qiyin. Aha, demak himoya vositasi olishim kerak. Shu himoya vositalarini deb anchagina muammo bo'lgan edi oldin. Bu to'g'ri aytyapti. Meni jangari xislatim yo'q. Xullas, himoya vositasi men tirik qolishim uchun anchagina yordam beradi. Men yana bir bor menga yordam bergani uchun rahmat aytib qo'ydim. Lekin u tez kunda temir qilich olar ekan. Agar u 3-darajaga chiqib olsa, biz yana uzoqlashar ekanmiz. Lekin bu gapimga u javob bermadi. Lekin sizlar uni bilasizlar-ku, u ko'p gapirmaydi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham hammasi yaxshi. Borib himoya vositasini olaman. PvP sivilizatsiyasida nimadir olishdan oldin men avvalambor birinchi navbat muhim ishni bajarib olishim kerak. Qanday muhim ish deysizmi? Video kamerani mana bu yerga o'rnatishda albatta. Men buni 30 ta zarba evaziga sotib oldim. Xullas, men buni asrashim kerak. Menimcha mana shunday yaxshi turibdi. Xullas, bu mening birinchi video tasvirim. Qo'limda toshlik qilich bilan hozir sizlarga qarab turibman. Albatta, bu yerda birinchi kunim yomon boshlanmadi. Bu yerda vaqt o'tkazish uchun ozgina mol go'shti yedim. Menda hozircha deyarli 80 ta zarba bor. Yana men yaxshi ko'rgan qiz meni to'g'rimda turar ekan. Axir bu ajoyib-ku. Bu PvP sivilizatsiyasida u yagona. Lekin hozir men boshqa ish bilan shug'ullanishim kerak. Borib himoya vositasi olishim kerak. Sizlarda bir savol tug'ilishi mumkin. Men u yerda o'zimni yo'qotib har baloni sotib olishim mumkin deysizmi? Oldingi safar mana shu 4 ta himoya vositasini olaman deb qilichimni sindirdim va o'lib qoldim. Yo'q, endi bunday bo'lmaydi. Men ehtiyot bo'laman. Hozir men e'tiborimni tirik qolishga qaratganman. Hozircha men sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi safar ham video tasvir olish nasib qiladimi yo'qmi, buni bilmayman. Xullas, men toshlik qilichim bilan bu yerga kelgandan so'ng bu yer menga begona ekanligi esimga tushdi. Chunki bu yerlar men uchun yangilik edi. Agar bu ikkinchi darajadagi PvP bozori bo'lsa, bu boshqacha ko'rinar edi. Men bu yerda ehtiyot bo'lishim kerak, chunki menga bu yerlar begona. Chunki bu yerda o'yinchilar har yerda yashiringan bo'lishi mumkin. Ayniqsa yangi kelganlarga hujum qilishadi. Men teparoqqa chiqib bo'lganimdan so'ng birinchi xonaga kirishga qaror qildim. Mana men kutganimdek biz PvP bozoriga ham kelib oldik. Barcha o'yinchilar mana shu yerga kelib o'zlariga kerak bo'ladigan mahsulotlarni sotib olib ketishadi. Menga faqatgina himoya sal qoldi PvP bozoriga kelib yiqilib o'lishimga. PvP bozorida faqatgina birinchi darajada oziq-ovqat bor edi. Demak, bu yerda himoya vositalari eng yuqoriga bo'lishi kerak. Agar oldin bu yerga tushib qolganimda men himoya vositasi olganimda edi, hozir hayotim yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Mayli, endi nima bo'lgan taqdirda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilaman. Xo'sh, bu yana nima? PvP qo'riqchisi seni 60 soniya himoya qiladi. Bu 50 ta zarba va choy puli? Bu axir bu ajoyib-ku. Men o'zimga ola olamanmi? Esa 77 ta zarbam bor ekan, uni sotib ola olmayman. Lekin hali men qaytib kelaman. Xo'sh, keyingi bozorga keldim. Bu yerda nima yozilgan ekan? Xo'sh, himoya vositasi 20 ta zarba evaziga. Hozircha menga bir dona yetadi. Menimcha senga bir dona ham ko'plik qilsa kerak. Obbo, shu yetmay turuvdi. Ortimga o'girilib qarasam, bir o'yinchi himoya vositasi bilan turgan ekan to'g'rimda.
Agar bu yerda PvP battle bo'ladigan bo'lsa, men aniq bu yerdan tirik chiqmayman. Sen bu yerga kelgandan keyin jang qilmasdan chiqib ketaman deb o'ylaganmiding? Bu yerga yangi kelganlar hammasi shunday deb o'ylashadi. Bu yerda yangilar tayyorlanmasdan kelib, meni tuzog'imga tushishadi. Men esa ularning ortidan qo'qqisdan zarba berib, o'zimga g'alaba sovg'a qilaman. Hozir men seni mag'lub qilganimdan so'ng va nihoyat men temir qilich ola olaman. Qani bu yoqqa kel. Jinorson uning himoya vositasi va 4 ta g'alabasi bor ekan. Bu yerdan chiqadigan yo'l faqatgina bitta ekan. Hozirgi vaziyatimda bu menga to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi barcha yo'llar yopiq. Faqatgina men u bilan jang qilishim kerak. Balkim bu mening oxirgi PvP battle'imdir. Albatta men qo'rqyapman, lekin hozirgi vaziyatimda qo'rqishga hojat yo'q. O'yinchi menga yaqinlasha boshladi. Men esa o'z zarbamni berdim. Wow, yangi kelganlar qaltis zarba berishni o'rganibdimi? Hali sen meni mag'lub qilaman deb o'ylarsan. Men albatta shunaqa zarba berishim kerak. La'nati bu yana nima edi? Qanday qilib bir joyda turib bir nechta zarba bera olding? Buning ismi PvP combo deyiladi. Bunday urushni o'rganishing uchun sen hali yoshlik qilasan. Qani bo'la qol, tezroq tugataylik. Yaxshi jang qilar ekan u, lekin ko'p gapirarkan la'nati. Buni ko'p gapirganidan foydalanib men o'zimni chuqurga otdim va devorga osilib qoldim va ehtiyotkorlik bilan qochishga harakat qildim. Xayriyatki u meni ortimdan kelmayapti, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak, u yaqin atrofda. Afsuski men o'zimga himoya vositasi ola olmadim. Endi xonamning ichida o'tiraman, shu yer men uchun xavfsizroq. Xayriyatki u vahshiyning qo'lidan qochib qutula oldim. Endi birozgina dam olmasam bo'lmaydi. Boshqa PvP sivilizatsiyani tekshirishni xohlamayman. Menda bor yo'g'i bitta go'sht qoldi, bu bilan uzoqqacha bora olmayman. Hozircha men o'zimni qanday his qilayotganimni aytishim mumkin. Xo'sh, men sog'-omon qaytib keldim. Ikkinchi dubl bu PvP sivilizatsiyasida qolib ketgan savollarga javob. Nega biz bu yerdamiz? Bu yerdan o'zi qanday qilib chiqib ketsa bo'ladi? Nega bir-birimiz bilan jang qilishimiz kerak? Jang uslubini nomini nima degan edi? PvP kombomi? Xo'sh, men ham shunday jang qilishim uchun nimalar qilishim kerak a? Bu yerda men hali ko'p narsani o'rganishim kerak shekilli. Jin ursin. Qaysi biridan boshlashga boshim qotib qoldi. PvP qo'riqchisi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ularga nima bo'lgan o'zi? Bu ikkinchi darajada qo'riqchilar lavozimigacha ko'tarilsa bo'larmikin? Faqatgina o'shalar bu darvozalarni ocha olishadi. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Nega bu qo'riqchilar zarbalar evaziga choy pul olishadi? Lekin men haligacha tushunmadim ularga bu zarbalar qanday yordam berishini. Bu ham hech qanday ma'noga ega emas. Mana bu to'g'rimdagi qiz bilan ham yaxshi gaplasha olmayapman. U bilan tanishish juda ham qiyin bo'ladi shekilli. Oxirgi paytda salgina sovuqqon bo'lganga o'xshaydi. Balkim bu yerdagi jang battle'lar ta'sir qilgandir. Balkim bir kun kelib unga uylanarman. PvP sivilizatsiyasida qo'liga uzuk ham taqarman. Mayli, bugun o'zimga o'zim juda ham ko'p gapirib yubordim. Savollar juda ko'p, lekin javoblar yo'q. Bu yerda hech kim kafolat bermaydi ertalab sog' uyg'onishimga. Hozircha mening qilichimda 70 ta zarbadan ko'proq bor. Keyingi darajaga o'tib olishim uchun yetarli bo'lsa kerak. Men temir qilich olgunimcha qancha yashashimni ham bilmayman. Lekin temir qilich olgunimcha men xonamda diqqat nafas bilib o'tirishni xohlamayman. Men jang qilmasam bo'lmaydi. Men xonamning eshigini tagiga uxlab yotgan baytimda orqamdan bir ovozni eshitdim. Xonamning tashqarisida qo'riqchining ovozini eshitdim. Men faqatgina birga bir jang qilasan, qani olg'a deganini eshitdim. Qaysidir jangchini pastga olib tushib ketdi. Agar men adashmayotgan bo'lsam, meni to'g'rimda yashayotgan qizni jangga olib ketishdi. Men eshigimni ochib ne ko'z bilan qarayki, uning xonasini eshigi ochiq edi. Bu yaxshilikka emas edi. Men bilaman, uning PvP jang bo'yicha tajribasi bor. Lekin birga bir jang qilish uchun 2 kishi ketib, 1 kishi qaytib keladi. Agar u bilan birga jang qiladigan sherigining himoya vositasi bo'lsa, demak u xavf ostida. Yo'q, men yordam bermasam bo'lmaydi. Men qo'riqchining ortidan borib, birga bir jang qiladigan arenaning oldiga kelib qoldim. Men qanday qilib bo'lmasin arenaning ichiga kirishim kerak. Oy bola, shoshilma, sen qayerga ketyapsan? Bu yerga kirish uchun senda ikkita yo'l bor. Bu yerga seni birga bir jang qilish uchun taklif qilishadi yoki bo'lmasam bilet sotib olishing kerak. Ha, bilet menga aynan shu kerak. Sizdan oldingizda bilet bormi? U qancha turadi? Nima, men senga bilet sotadiganga o'xshaymanmi? Menda bilet yo'q. PvP bozoridan borib sotib olishing mumkin. Seni ogohlantirib qo'yay, u biletlar juda ham qimmat. Obbo, yana PvP bozorimi? Mayli. Men tez orada qaytib kelaman. Endi tezlashishim kerak. Agar tezroq borib bilet olib kelmasam, men ishongan yagona insonimni yo'qotaman. Men ularning jangiga qo'shilishim uchun oldin men o'zimni jangimda g'olib bo'lishim kerak. Hajjin ursin. Men tepaga ko'tarilganimdan so'ng yana o'sha himoya vositasini kiyib olgan jangchini ko'rdim. U aynan men oladigan magazin oldida turgan edi. Lekin endi orqaga qochish yo'q. Endi oxirigacha boraman. Menimcha sen 5-g'alaba qilishim uchun qaytib kelding. Agar men temir qilich olsam, sendan minnatdor bo'laman. Menimcha men bu safar o'zimni himoya qila olmasam kerak. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham uni oldiga borib qilichim bilan zarba bera boshladim. Men nima qilayotganimni ham bilmasdim. Men faqatgina g'olib bo'lishim kerak edi. Men unga bir necha marotaba zarba bera oldim. Lekin bir necha soniyalardan so'ng men o'z jonimni yo'qota boshladim. Undan uzoqroqqa qochib tepalikka chiqib oldim. Lekin men burchakka tiqilib qolgan edim. Bu yerdan esa qochadigan yo'l yo'q edi. Men qanday qilib bo'lmasin bu jangda g'olib bo'lishim kerak edi. Men tepada turganim uchun o'yinchi meni oldimga chiqa olmas edi. Agar hozir meni rejam ish beradigan bo'lsa, men bitta zarba bilan g'olib bo'lishim mumkin. Men uning oldiga yaqin kela boshladim. U meni pastga tushadi deb o'yladi.
Keyin men tezlik bilan uni oldiga tushib, unga qarata zarba berdim va o'yinchi tepalikdan pastga qarab tushib ketdi. Keyin esa men pastga qaradim va men bu jangda g'olib bo'ldim. Qandaydir mo'jiza ro'y berib, men tirik qoldim. Hozir mening miyamda juda ham ko'p savollar bor, lekin o'ylashga vaqt yo'q. Men bir narsani ayta olaman, hozircha omad men tarafda. Men do'konga yaqin kelib birga bir jang qiladigan arenaga bilet oldim. Uning narxi 30 ta zarba ekan. Menda esa 65 ta zarba bor edi. Mayli, hech qisi yo'q. Men hozir bir kishini mag'lub qildim. Uni qilichini oladigan bo'lsam, menda zarbalar paydo bo'ladi. Va nihoyat men biletni oldim. Qilichni borib olmasimdan oldin o'zimga go'sht sotib oldim. Mana endi menda keyingi jang qilishim uchun zarbalar juda ham kam edi. Men zudlik bilan u jangchining qilichini topishim kerak. Jin ursin, jangchining qilichi daraxtning tepasida ekan. Xo'sh, qanday qilib uni olsam bo'ladi? Jin ursin, daraxtning tepasiga chiqish uchun narvon ham yo'q ekan. PvP bozorining pastki qavatidan daraxtning tepasiga sakrashga qaror qildim. Sakrab anchagina jonimni yo'qotdim va nihoyat qilichni oldim. Endi mening zarbalarim 59 ta bo'ldi. Men keyinroq kelib PvP bozoriga 24 ta zarba evaziga yana go'sht olib ketaman. Men birga bir jang qiladigan arenaga ham keldim. Kech qolmadim degan umiddaman. Mana men bilet sotib olib keldim. Jang tugagandan so'ng biletni mana bu yerga qo'yib, keyin tepaga chiqishing mumkin. Nima? Men hozir tepaga chiqish uchun borib bilet sotib olib keldim. Quloq sol, o'zi men senga buni aytmasligim kerak, lekin bu arena birga bir jang qiladiganlar uchun. Sen hozir tepaga chiqa olmaysan, chunki tepada jang tugagani yo'q. Jin ursin, qanday qilib bo'lmasin tepaga chiqish kerak. Agar choy pul bersam tepaga chiqararsiz. Nima, sen meni zarbalar evaziga sotib olmoqchimisan? Bu nomering o'tmaydi. Yana birozgina qo'shsamchi? Lekin bu darvozalar ochish uchun kamlik qiladimi deyman. Mayli, jig'ildoning qaynab o'lgur, yana ikkita zarba qo'shaman. Ha, mayli, qo'ymading, o'zi kerak emas edi-yu, lekin mayli. Yaxshi, unday bo'lsa yana birozgina qo'shaman. Oy, shoshma, 1 daqiqa. Endi kirsam bo'ladimi? Yo'q, hali darvozalar ochish uchun meni jonim kamlik qiladi. Sen meni bir necha soniya kutib turishingga to'g'ri keladi, meni jonim tiklangunicha. Jin ursin, pora berganimdan keyin ham kutishim kerakmi? Nima, hali yana ko'p kutishim kerakmi? Yana ozgina qo'shsang bo'larmidi? Men bu araqdan atroflana bo'lib o'lgurga yana 4 ta zarba qo'shdim. Rahmat, seni zarbalaring evaziga men o'zimni lavozimimni ko'tarib olaman. Mayli, chiqa qol. Xayriyat, rahmat. Lavozim haqida u nimadir dedi, lekin mayli, unga yana qaytib kelamiz. Va nihoyat men biletni birga bir jang qiladigan arenaning oldiga qo'ydim va darvozalar ochilib men icheriga kira boshladim. Men o'ylaymanki, kech qolmadim degan umiddaman. Men vaqt borligida bu qizni qanday qilib bo'lmasin qutqarishim kerak. Mana eshiklar ochildi. Ular hali ham jang qilayotgan ekan. U qizning sherigini himoya vositasi bor edi. Va nihoyat bu jangga chek qo'yish vaqti keldi. Xavotir olma azizam, men seni qutqaraman. Agar yana bir marta shu gapni aytsang, men tepadan sakrayman. Ha, bo'ldi, uzr, hazillashdim. O'zi menga nimalar bo'lyapti? Men qanday qilib bo'lmasin seni qutqaraman. U menga aytdiki, uning hattoki yeguligi ham yo'q ekan. Uning oxirgi jangi ekan. Mana bu o'yinchi esa uning yeguligi bor yo'qligini hattoki ko'rsatmadi. Xo'sh, qani nimani kutyapmiz? Demak, 2 ga 1 jang bo'ladi. Qani tezroq tugataylik. U juda ham kuchli, aqlingni ishlat. Xavotir olma, endi menda ham tajriba bor. Men undan kuchliroqman deb o'ylayman. Yo'q, kim bo'lsa ham faqat sen kuchli emassan. Hoy, sen meni qo'llab-quvvatlashing kerak, yerga urishing emas. Shunday gap sotib o'tiraveramizmi yoki jangni davom etamizmi? Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Qani endi jangga olg'a. Himoya vositasi bor jangchi menga qarata zarba berdi. Biz jangni boshladik va qiz menga yordam berishga tushdi. Bu jangchi ham xuddi menday urushar ekan, lekin haqiqatan mendan ozgina kuchli ekan. Chunki uni himoya qiladigan himoya vositasi bor edi. Men butun jang davomida o'zimni to'q ushlashim kerak. Jang o'rtasida halok bo'lmasligim uchun. Bu jang oxirlay deb qolgan edi. Men yugurib borib urmoqchi edim, lekin nimadir nitok ketdi. U meni rasvo qilishiga ozgina qoldi. Men yaxshi ko'rgan qiz ham unga qaltis zarba bermoqchi edi, lekin unda ham o'xshamadi. Menda bor yo'g'i bitta yurak bor edi. U qizda ham o'ylaymanki bitta yurak qolgan. Lekin o'yinchi hech qaysimizga tashlanishni xohlamadi. Menimcha uning ham joni kam qolgan edi. Shu payt men bir narsani o'ylab qoldim. Menimcha bu yerdan men ham qiz ham bu yerdan chiqa olmasak kerak. Shuning uchun men bir qarorga kelishim kerak edi. Men o'lishimdan oldin unga bitta zarba bersam, bu qizni g'olib bo'lishi osonroq bo'ladi. Xullas zarba berishga qaror qildim. Men unga 2 ta zarba berganimdan so'ng u o'yinchi mag'lub bo'ldi. Men bilmadim bu qanday sodir bo'ldi. Bir necha soniyalar ichida o'yinchi g'oyib bo'ldi. Uni yerga tushib qolgan qilichidan boshqa hech narsasi qolmadi. Biz battle'da g'olib bo'ldik va nihoyat men PvP kombo qilishni o'rgandim. Axir bu ajoyib-ku. Men o'zimni bir marta urmoqchi edim. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Tushunmadim, bu yana nimasi? Jang allaqachon tugadi, lekin nega darvozalar ochilmayapti? Men keyin tushunib yetdim biz qanday vaziyatda qolganimizni. Axir bu arena birga bir jangchilar uchun. Axir bu darvozalar faqatgina bitta o'yinchi qolganda ochiladi. Eng qizig'i shundaki, bu arenadan faqatgina bir kishi chiqib ketishi mumkin. Men bilaman bu arenadan kim chiqib ketishini. Men o'zi bu yerda bo'lmasligim va bu yerda tirik qolmasligim kerak edi. Men bu arenadan tirik chiqib ketgan taqdirimda ham ertaga tirik qolamanmi yoki yo'qmi buni bilmayman. Lekin senda bu PvP sivilizatsiyasida tirik qolish imkoniyati bor. Shuning uchun bu yerda faqat sen tirik qolishing kerak. Agar sen o'lsang yana tirik qaytaman deb o'ylayapsanmi? Nima?
Sen o'lib yana qaytib tirilib kelgan eding. Yana shunday qila olasanmi? Haligi men bilmasam, men agar o'lsam yana qaytib tirilib kela olamanmi, yo'qmi buni bilmayman. Boshim qotib qoldi. Mayli, buning ahamiyati yo'q. Lekin bu yerda faqat sen tirik qolishing kerak. Agar bu mening hozir oxirgi kunim bo'lsa, men bu yerga qaytib kelgandan afsuslanmayman. Men ishonaman, sen PvP sivilizatsiyasidan bir kun chiqib ketasan. Balkim biz yana uchrasharmiz. Mayli, nima ham derdim. Aytilgan gap otilgan o'q deyilganday, bizning tariximiz tugamasidan oldin, xo'sh jonginam, ketishimdan oldin menga bitta bo'sa hadya qila olasanmi? Yo'q, hech bo'lmasa urinib ko'rdim. Agar PvP sivilizatsiyasida kimgadir shunday imkon berilganda edi, bu yerdagi eng qudratli o'yinchilardan bo'lgan bo'lardi. Lekin shunday qudratli kuch faqatgina menga berilgan. Lekin men haligacha tushunmayapman, qanday qilib mana bu himoya vositasi meni hayotimni hal qilyapti. Lekin nima uchun faqatgina men bunday imkoniyatlarga ega bo'lyapman? Nima uchun mendan kuchlilar emas, mendan zo'rlari ham bor? Nima uchun menga bunday imkoniyat berilyapti? Ular o'zini oxirgi joni qolgunicha jang qilishadi. Ular hattoki nima uchun jang qilayotganini ham bilmaydi. Lekin mana bu himoya vositasi faqatgina meni xonamda borligi bu bejizga emas menimcha. Bunday imkoniyatlar boshqasiga bo'lish kerak edi, menda emas. Lekin ming afsuski buni men hal qilmayman. Demak, shunday imkoniyat menga berilgan ekan, undan unumli foydalanishim kerak. Bu PvP sivilizatsiyasida yana qancha o'lib tirilaman buni bilmayman. Agar men qayta tiriladigan bo'lsam, kim bilsin, balki men sarguzashtlarim davomida PvP sivilizatsiyasida eng qudratli bo'lib bo'larman.